Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 2026 yil 28 avgustdan boshlab ko'pchilik odamlarning hujjat bank mobil aloqa. Davlat xizmatlari va kundalik rasmiy ishlarda jiddiy o'zgarishlar sezilishi mumkin. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga yoki faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu har bir fuqaroga, har bir oilaga, har bir ishlaydigan odamga, chet elga chiqmoqchi bo'lganlarga, nafaqa oluvchilarga, kredit olayotganlarga, sim karta ishlatayotganlarga, hatto oddiy ariza topshiradigan odamga ham tegishli. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin tayyorgarlik ko'rmasangiz, oddiy ishlar ham cho'zilib ketishi, arizangiz rad etilishi, pulingiz ushlanib qolishi yoki xizmatdan vaqtincha foydalana olmasligingiz mumkinligini ochiq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar odamni o'rtacha xarajatdan, navbatdan va asabiylashishdan saqlab qoladi. Avval ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, eski ma'lumotlar va odamning og'zaki tushuntirishi bilan yurardi. Masalan, familiyangiz o'zgargan bo'lsa ham, ayrim joylarda eski ma'lumot bilan ish bitardi. Propiskangiz boshqa joyda bo'lsa ham, ba'zan tanish-bilish orqali yoki qo'shimcha ma'lumotnom bilan ariza qabul qilinardi. Telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa ham, bank ilovasidan foydalanib yurardingiz. Pasportdagi ma'lumotlar, STIR, GSI, SHIR, bankdagi profil, mobil operator bazasi va davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlar bir-biriga to'liq mos kelmasam, ba'zan tizim buni o'tkazib yuborardi. Endi esa yo'nalish boshqacha. Hamma narsa bosqichma-bosqich raqamli tekshiruvga o'tyapti. Bu degani davlat xizmati, bank, soliq, pensiya, notarius, kadastr, bojxona, mobil aloqa va boshqa tizimlar fuqaroni bitta aniq identifikatsiya orqali tanish kerak bo'ladi. Oddiy qilib aytsam, tizim sizni bu odam aynan shu fuqaro deb tan olish uchun ma'lumotlaringiz toza, yangilangan va bir-biriga mos bo'lishi kerak. 2026 yil 28 avgustdan keyin eng katta muammo shunda bo'lishi mumkin. Kimning hujjati eskirgan? Kimning shaxsiy ma'lumotida xato bor? Kimning telefon raqami o'z nomida emas? Kimning bankdagi ma'lumoti ID kartadagi ma'lumot bilan mos emas? Kimning yashash manzili eski ko'rsatilgan? Kimning familiyasi nikohdan keyin o'zgargani? Hamma joyda yangilanmagan bo'lsa, o'sha odamlar eng ko'p qiynaladi. Men buni shunday tushuntiraman. Oldin ayrim eshiklar mayli, keyin to'g'rilab olarsiz deb ochilardi. Endi esa tizim avval ma'lumotingizni to'g'rilang, keyin xizmat olasiz deyishi mumkin. Bu o'zgarishning maqsadi bir tomondan firibgarlikni kamaytirish, soxta hujjat va begona nomdagi operatsiyalarni cheklash, odamlarning pulini himoya qilish. Lekin ikkinchi tomondan tayyor bo'lmagan oddiy fuqaroga bu noqulaylik bo'lib ko'rinadi. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi birinchi navbatda. Hujjati eski yoki muddat yaqinlashgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, sizning ID kartangiz yoki pasportingiz muddati tugashiga 4 oy qolgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurmang. Chunki aynan ommaviy o'zgarishlar oldidan odamlar birdan xizmat markazlariga yuguradi. Navbat ko'payadi, tizimda yuklama oshadi, ayrim hujjatlar kechikadi. Oddiy kunda, 2 kunda bitadigan ish 7-10 kunga cho'zilishi mumkin. Ikkinchi toifa, familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqdi, familiyasini o'zgartirdi. ID kartani yangiladi, lekin bankdagi ma'lumot eski familiyada qoldi. Mobil raqam ham eski pasport bilan rasmiylashtirilgan. Davlat xizmatlari portalida esa yangi familiya ko'rinadi. Ana shunday vaziyatda tizim bir odamni 3 xil ko'rinishda ko'rishi mumkin. Natijada kredit arizasi rad bo'ladi. Subsidiya arizasi qaytadi. Pul o'tkazmasida cheklov paydo bo'ladi yoki notariusda shartnoma tuzishda ortiqcha ma'lumotnoma so'raladi. Uchinchi toifa, telefon raqami o'z nomida bo'lmaganlar. Bu juda katta muammo. O'zbekistonda ko'p odamlar sim kartani otasining, akasining, turmush o'rtog'ining yoki tanishining nomiga olib ishlatadi. Hozircha ishlayotgandek tuyuladi. Lekin bank ilovasi, davlat xizmatlari, elektron imzo, tasdiqlash kodi, onlayn kredit, to'lovlar hammasi telefon raqamga bog'langan. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, ertaga tizim sizni tasdiqlamasligi mumkin. Masalan, siz nafaqa pulini kartaga olasiz, kartangizdagi ilova telefon raqamga bog'langan. Raqam esa o'g'lingiz nomida. Tizim xavfsizlik uchun qo'shimcha tekshiruv so'raydi. Siz bankka borasiz, bank raqamni o'z nomingizga o'tkazing deydi. Operatorga borasiz, u yerda ham hujjat kerak bo'ladi. Bir kunlik ish 3 kunlik ishga aylanadi.
chet elda ishlayotgan yoki tez chetga chiqadigan fuqarolar. Ular ko'pincha hujjat muddati bank kartasi, soliq yoki pensiya ma'lumotlarini vaqtida tekshirmaydi. Masalan, Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki Koreyada ishlab yurgan fuqaro O'zbekistondagi bank kartasidan foydalanadi. Telefon raqami faol, lekin sim karta yo'qolgan yoki boshqa odamda. Hujjat muddati tugagan, lekin u keyin borib yangilayman deb yuradi. 2026 yil 28 avgustdan keyin bunday odamlar onlayn xizmatdan foydalana olmay qolishi, pul jo'natishda qiyinchilikka duch kelishi yoki konsullik orqali ko'proq vaqt sarflashi mumkin. 5-toifa pensionerlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Pensionerning hujjatdagi manzil eski. Bank kartasi eski telefon raqamga bog'langan, kartani esa farzandi ishlatadi. Tizim yangilanganda bu pulni aynan egasi olyaptimi degan tekshiruv kuchayishi mumkin. Shunda pensionerning o'zi banka yoki tegishli tashkilotga borib shaxsini tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar oldindan tayyorlansa bu oddiy ish, agar tayyorlanmasa nafaqa kechikdi deb asabiylashish boshlanadi. 6-toifa tadbirkorlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari va onlayn savdo qiluvchilar. Sizda bank hisob raqami, soliq kabineti, elektron imzo, kassa shartnomalar, xodimlar, ijara hujjatlari bo'lsa, ma'lumotlar mosligi juda muhim. Birgina xato familiya yoki noto'g'ri manzil elektron shartnomani imzolashda muammo keltirishi mumkin. Masalan, siz 7 million so'mlik tovar yetkazib berish shartnomasini tuzmoqchisiz. Elektron imzo ishlamay qoldi. Chunki u eski hujjatga bog'langan. Xaridor kutmaydi, boshqa yetkazib beruvchiga ketadi. Siz esa bitta hujjatni yangilamaganingiz uchun real pul yo'qotasiz. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, ma'lumotlaringiz bankda, mobil operatorda, davlat xizmatlari portalida bir xil bo'lsa, telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa, elektron imzo va bank kartalaringiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin baribir tekshirib qo'yish shart. Chunki odam o'zidagi xatoni ko'pincha muammo chiqqandan keyin biladi. Birinchi misol, Dilshod aka 42 yoshda Toshkent viloyatida yashaydi. U bankdan 70 million so'm kredit olmoqchi. ID kartasi yangi, lekin bankdagi profilida eski pasport seriyasi turibdi. Telefon raqami esa ukasining nomida. Ariza topshiradi, tizim qo'shimcha tekshiruvga yuboradi. Bank xodimi ma'lumotlaringizni yangilang deydi. Dilshod aka bir kunda kredit olaman deb o'ylagan edi. Lekin avval mobil operatorga, keyin bankka, keyin davlat xizmatlari markaziga borishga majbur bo'ladi. Kredit 5-6 kunga kechikadi. Agar u oldindan tekshirganda bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Malika opa turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. ID kartani yangilagan, lekin oliy o'quv yurtidagi diplom eski familiyada, bank kartasi eski familiyada, soliq tizimida esa yangi familiya. U ishga kirishda hujjat topshiradi. Kadrlar bo'limi familiya o'zgarishini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasini olib keling deydi. Bu odatiy holat, lekin agar elektron tizimlarda moslik bo'lmasa, ishga qabul qilish jarayoni cho'ziladi. Ayniqsa, budjet tashkilotlarida bu yanada seziladi. 3-misol, Rustam aka chet elda ishlaydi. O'zbekistondagi kartasiga har oy $500 jo'natadi. Kartaga bog'langan telefon raqami eski, sim karta esa ishlamaydi. Bir kuni bank ilovasi yangilanadi va qayta tasdiqlash kodi so'raydi. Kod kelmaydi. Rustam aka pulini ko'ra olmaydi. Oilasi esa kartadan foydalana olmay qoladi. Endi u konsullikka murojaat qiladimi? Banka ishonchnoma yuboradimi? Yangi raqam ochadimi? Hammasi vaqt va xarajat. Agar u oldindan raqamni o'z nomiga faol holatga keltirib qo'yganida bu muammo chiqmas edi. 4-misol, 68 yoshli pensioner onaxonning kartasini qiz ishlatadi. Telefon raqam ham qizining nomida. Pensionerning manzili eski mahallada ko'rsatilgan, aslida esa boshqa tumanda yashaydi. Tizim tekshiruv qilganda ma'lumotlar mos kelmaydi. Bu onaxonning nafaqasi to'xtaydi degani emas. Lekin qo'shimcha tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Agar farzandlari oldindan onaxonning hujjatini, manzilini, bankdagi telefon raqamini tartibga keltirsa, hech qanday ortiqcha yugur bo'lmaydi. Birinchi nozik jihat, hujjat borligi yetarli emas, ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Odamlar ko'pincha menda ID karta bor-ku deydi. Lekin bankda boshqa ma'lumot, mobil operatorda boshqa ma'lumot, soliq tizimida boshqa manzil bo'lsa, ID kartaning o'zi yetarli bo'lmay qoladi. Raqamli tizimda moslik eng katta masala. Ikkinchi nozik jihat,
telefon raqamini vaqtida rasmiylashtirish. Bugun buni 20-30 daqiqada hal qilish mumkin bo'lsa, ommaviy tekshiruvlar davrida operator ofislarida navbat ko'payadi. Ayniqsa katta yoshdagi odamlarning raqami farzandlari nomida bo'lsa, keyin uni o'tkazish uchun ikkala tomon ham borishi talab qilinishi mumkin. Agar raqam egasi chet elda bo'lsa, ish yanada murakkablashadi. 3-nozik jihat. Elektron imzo muddati. Tadbirkorlar buni juda yaxshi bilishi kerak. Elektron raqamli imzo muddati tugab qolsa, soliq hisobotini topshira olmaysiz, shartnoma imzolay olmaysiz, davlat xaridlarida qatnasha olmaysiz. Muddati tugashiga bir oy qolganda yangilash eng to'g'ri yo'l. Ertaga topshiraman deb yurib, jarima yoki shartnoma yo'qotish hech kimga kerak emas. 4-nozik jihat. Familiya o'zgarishi bilan bog'liq barcha hujjatlarni bir joyda yig'ib qo'yish. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, ism yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari bular oddiy qog'ozdek ko'rinadi, lekin kerak bo'lganda juda muhim. Ayniqsa meros, uy-joy, kredit, aliment, nafaqa va chet el hujjatlarida bu ma'lumotlar talab qilinadi. 5-nozik jihat. Manzil masalasi. Odam bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Bu holat hayotda ko'p uchraydi. Lekin ayrim xizmatlar aynan ro'yxatdagi manzilga bog'liq bo'lishi mumkin. Bolani bog'chaga yoki maktabga joylashtirish, poliklinika, mahalla ma'lumotnomasi, ijtimoiy yordam, subsidiya. Agar sizning manzilingiz eski bo'lsa, kerakli xizmat boshqa hududga tushib qolishi mumkin. 6-nozik jihat. Karta va hisob raqamlar. Ayrim odamlar bir nechta bank kartaga ega. Lekin qaysi biri faol, qaysi telefon raqamga bog'langan, qaysi biri ish haqi yoki nafaqa uchun ishlatilayotganini bilmaydi. Ayniqsa oila a'zolari bir-birining kartasidan foydalanganda chalkashlik ko'payadi. Men har doim aytaman. Har bir katta yoshli odamning o'z nomida telefon raqami, o'z kartasi, o'z hujjati tartibda bo'lishi kerak. Yana bir muhim jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar shunday o'zgarishlar haqida gap tarqasa, firibgarlar faollashadi. Ular hujjatingiz blok bo'ladi, kartangiz yopiladi, ma'lumotingizni yangilab beramiz deb telefon qiladi. Hech qachon SMS kodni, bank karta raqamini, PIN kodni, pasport nusxasini notanish odamga yubormang. Davlat xizmatlarini rasmiy markaz, rasmiy portal yoki ishonchli bank ofisi orqali qiling. Telegramdagi noma'lum akkauntga pul yuborib, hujjat to'g'lataman deb aldanmang. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati qachon tugashini ko'ring. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqinlashgan bo'lsa, kechiktirmang. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki rasmiy onlayn xizmatlardan foydalaning. Hujjatni almashtirish uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, eski hujjat, davlat boji to'lovi va ayrim holatlarda qo'shimcha guvohnomalar kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, telefon raqamingiz kimning nomida ekanini aniqlang. Mobil operator ofisiga boring yoki rasmiy ilovasi orqali tekshiring. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, imkon qadar o'z nomingizga rasmiylashtiring. Bank, davlat xizmatlari va elektron imzo uchun ishlatiladigan asosiy raqam albatta o'zingizning nomingizda bo'lsin. 3-qadam, bankdagi ma'lumotlarni yangilang. O'zingiz ishlatadigan bankka boring yoki ilova orqali profil ma'lumotlarini ko'ring. Familiya, ism, pasport yoki ID ma'lumoti, telefon raqami, manzil to'g'riligini tekshiring. Agar eski pasport ma'lumoti turgan bo'lsa, bankka murojaat qilib yangilating. Ayniqsa, kredit, ipoteka, subsidiya yoki katta pul o'tkazmalari rejalashtirilgan bo'lsa, buni oldindan qiling. 4-qadam, davlat xizmatlari portalidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar MyBogdagov, uz yoki boshqa rasmiy tizimlardan foydalansangiz, shaxsiy kabinetingizga kirib ko'ring. Telefon raqam, elektron pochta, shaxsiy ma'lumotlar, arizalar tarixi, hujjatlar mosligini tekshirish foydali. Agar kira olmasangiz, demak kirish usulingizni tiklash kerak. Parol, telefon raqam, elektron imzo yoki identifikatsiya muammosini hal qiling. 5-qadam, elektron imzo bo'lsa, muddatini tekshiring. Tadbirkorlar, buxgalterlar, rahbarlar, fermerlar, onlayn savdo qiluvchilar, davlat xaridlarida qatnashadiganlar uchun bu juda muhim. Elektron imzo muddati tugashidan oldin yangilang. Uni faqat rasmiy manbalar orqali oling. Kompyuteringizda kalit fayl qayerda saqlanganini biling. Parolini yo'qotmang, begona odamga bermang. 6-qadam, oilangizdagi katta yoshli odamlarning hujjatini ham tekshiring. Faqat o'zingizniki emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, voyaga yetgan farzandlaringiz, pensioner qarindoshlaringizning hujjati, telefon raqami, bank kartasi tartibdami? Buni ko'ring. Chunki ko'pincha muammo yoshlarning o'zida emas,
balki ular qaraydigan katta yoshdagi insonlarda chiqadi. 7-qadam. Muhim hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, diplom, harbiy guvohnoma, kadastr, uy-joy hujjatlari, haydovchilik, bolalar hujjatlari, soliq ma'lumotlari, bank shartnomalari bularni tartiblang. Raqamli nusxasini ham saqlang, lekin xavfsiz joyda. Telefoningiz yo'q bo'lsa, hamma hujjat nusxasi begona qo'lga tushmasin. 8-qadam qarz, aliment, jarima, soliq va kommunal majburiyatlarni tekshiring. Ba'zan odam xizmat ola olmay qolsa, sabab hujjatda emas, eski majburiyatlarda bo'ladi. Masalan, jarima to'lanmagan, soliq qarzi bor, sud ijrosi bo'yicha cheklov turibdi. Bularni oldindan bilib hal qilish yaxshiroq. 9-qadam, chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, alohida tayyorlaning. Pasport muddati, viza talablari, bank kartasi, telefon raqam, ishonchnoma, konsullik ro'yxati hammasini tekshiring. Chet elda turib hujjat tuzatish O'zbekistondagidan ko'ra qiyinroq va qimmatroq bo'lishi mumkin. 10-qadam, har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Men sizga umumiy yo'nalish va tayyorgarlikni tushuntiryapman. Lekin aniq tartib, to'lov, muddat va talablar rasmiy qarorlar, vazirliklar, davlat xizmatlari agentligi, banklar va mobil operatorlar tomonidan e'lon qilinadi. Shuning uchun mish-mish emas, rasmiy e'longa ishoning. Demak, 2026 yil 28 avgustdan keyingi davrga tayyor bo'lishning eng to'g'ri yo'li hujjatlarni, telefon raqamni, bank ma'lumotlarini, elektron imzoni va yashash manzilini hozirdan tartibga keltirish. Bu ishlar qiyin emas, lekin kechiktirilsa oddiy muammo katta yugur-yugurga aylanadi. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugun tekshiring, ertaga to'g'rilang, keyin xotirjam yuring. Sizning oilangizda telefon raqami boshqa odam nomida bo'lganlar bormi? Hujjati muddati tugagan yoki bankdagi ma'lumoti eski bo'lganlar bormi? Izohlarda yozing. Birga muhokama qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham saqlab qoladi.